Bir hayotiy misolni aytib o'tmoqchiman. Kamil Karate nomi bilan mashhur bo'lgan MMA'chini ko'pchilik taniydi. Instagramda 1 milliondan ortiq obunachisi bor. Shu sportchining videolarini ko'rib chiqdim. Hayotidagi ko'plab voqealarni Instagram sahifasiga joylab borar ekan. Xullas shu sportchining qaysidir jangda pasajal suyagi singan, shu jag'ini davolash jarayonlarini ham Instagramiga joylagan ekan. Hozir shu videolarni tahlil qilib chiqamiz. Kamil Karatening singan jag'ini eski usulda davolashgan. Ya'ni tepa va pastki jag' tishlari har biri sim bilan bog'lab chiqilib, tegircha shinasi taqilgan. Shundan so'ng umumiy narkoz ostida og'izdan tashqari kesma bilan jag'ini operatsiya qilishgan. Operatsiyadan keyin mana shu tepa va pastki jag' tishlaridagi shinalar rezina halqalar bilan bir-biriga tortib qo'yilgan va Kamil Karatening 1 oy davomida jag'i to'liq yopiq holatda bo'lgan. Bu vaqt davomida sportchi blenderdan chiqarilgan suyuq ovqatlarni iste'mol qilishga majbur bo'lgan. Va tabiiyki, bu vaqt davomida sportchi vazn va sport formasini yo'qotgan. Bundan tashqari, og'izdan tashqari kesma orqali operatsiya amalga oshirilganligi sababli bu operatsiya davomida nervus marginalis nervi bor. Shu nerv jarohat olgan. Shuni hisobiga mana videolarda ko'rinib turibdiki, Kamil Karatening pastkilab o'ng tomonida harakat buzilgan. Ko'rib turibmizki, bu eski usulda davolash jarayoni Kamil Karatega bir nechta noqulayliklarni keltirib chiqargan. Birinchi noqulaylik bu har bir tishi sim bilan bog'lab chiqilganligi sababli tish atrofidagi yumshoq to'qimalar jarohat olgan. Ikkinchi noqulaylik og'izdan tashqari kesma orqali operatsiya qilinganligi sababli tashqarida chandiq qolgan hamda labi harakatsiz holatga kelgan. Uchinchi noqulaylik esa albatta Kamil Karate bu davolanish jarayonida 1 oy og'zi yopiq bo'lgan. Bu vaqt davomida bemor vazn va sport formasini yo'qotgan. Albatta Kamil Karatening singan jag'ini zamonaviy usulda ham davolashimiz mumkin edi. Zamonaviy usulda davolaganimizda bemorning tishlariga simlar taqilmas edi, labidagi harakatlar buzilmas edi hamda bemor davolanish uchun 1 oy vaqt sarflamas edi va sportchining sport formasi saqlab qolingan bo'lardi. Xulosa o'zingizdan bir sportchining singan jag'ini davolash tarixini ko'rib chiqdik. Sizda yoki yaqinlaringizda xuddi shunday qiyinchiliklar takrorlanmasligi uchun jag' sinishlarini zamonaviy usulda davolaydigan mutaxassisni tanlang. Kamil Karateni sportchi sifatida juda ham hurmat qilamiz. Uning keyingi faoliyatida muvaffaqiyatlar tilaymiz.